Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining viloyat bo'linmasi, nodavlat notijorat tashkilotlar milliy assotsiatsiyasi hududiy bo'linmasi bilan birgalikda tashkil etilgan davlat va nodavlat tashkilotlarning ijtimoiy sheriklikdagi hamkorligi mavzusidagi o'quv seminarida ayollar bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka yo'naltirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Jarayondan xabar beramiz. Ayollar tabiatan jonsarak va shijoatli bo'ladi deyishadi. Ularning kasbkorlik bo'lishi va bandligini ta'minlanishi jamiyatdagi faolligini oshiradi. Jalaquduq tumanida o'tkazilgan seminar ana shu maqsadga qaratildi. Qator davlat, nodavlat, notijorat tashkilotlar hamkorligida bo'lib o'tgan anjumanda o'z biznesini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan xotin-qizlarga tajribali tadbirkorlar o'z tavsiya va takliflarini bildirdilar. Bu o'quv seminaridan asosiy maqsadimiz Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan grant loyihalarini ayollarimizga taklif etish va mana shu loyihalarda ayollar bandligi bo'yicha kasb-hunarga o'qitilgan ayollarimizni qanday darajada bandligini ta'minlashda yo'l yo'riqlarini ko'rsatib borilyapti. O'quv seminar jarayonida bu yerda ayollarimiz bir qancha tadbirkor ayollar assotsiatsiyasiga va Nanovuz tashkilotiga va biz Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondiga bir qancha o'zlarini murojaatlarini bildirishdi. Hamkor tashkilotlarimiz bilan birgalikda ularning muammosini hal etish va kreditsiz ham jamoat fondi tomonidan loyihalar olib o'z muammolarini yechimini topishdir. Ishsiz fuqarolarimizga, bandligi ta'minlanmagan ayollarimizga, yoshlarimizga, nogironligi bo'lgan fuqarolarimizga mana shu loyiha orqali agar grant loyihalari berilsa, bu grant loyihalari beminnat foydalanishga erishiladi. Mana yil choragi bo'yicha Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan bir qancha loyihalar amalga oshirilib, e'lon qilindi. Andijon viloyatidan bir qancha tumanlarimizning takliflari kiritilgan va hozirda keyingi loyihalarga, mana respublika loyihalariga ham har bitta tumanlarimizda mahalliy kengashlar deputatlari bilan birgalikda muammolarni o'rganilib, Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan keyingi loyihalarga muammoli takliflar kiritilgan. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi hamda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi rahbarlari va deputatlar ishtirokida viloyatda faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlar vakillari bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotda xotin-qizlarning ijtimoiy sohadagi ishtirokini kuchaytirish, ularning muammolarini hal etishga hamda ehtiyojlariga mos yechimlar ishlab chiqishga ko'maklashish maqsad qilingan. Shuningdek, joylardagi muammolarni hal etishda mazkur tashkilotlarning tashabbuskorligini oshirish masalalari ham keng muhokama qilindi. Seminar o'tkazishdan asosiy maqsadimiz tumanimizdagi ishsiz ayollarni ish bilan band qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish va tadbirkorlikni boshlab ishlayotgan tadbirkor ayollarimizni yana ham ishlarini rivojlantirish uchun shu maqsadda chaqirildi. Men ham o'zi asli 32 yillik tadbirkorman. Hozir shu kunda 20 dan ortiq qo'limda ishchilarim bor. Tajribadan kelib chiqib, ishsiz ayol va erkaklarni shu baliqchilik sohasiga jalb qilib, hozirgi kunda qo'shimcha ayollarni ishga olib, shu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ayollarimizni ish bilan ta'minlab kelmoqdaman. Tadbir davomida bo'lib o'tgan savol-javoblardan kelib chiqib, kelgusida amalga oshirilishi zarur bo'lgan aniq vazifalar belgilab olindi.